Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan balansni 1Sga ko'chirishni ko'rib chiqamiz. Biza elitda umuman qanaqa firma oldin ishlagan firma bo'lsa, biza faqat 25-yildan davom ettirmoqchi bo'lsak, demak biza 24-yil topshirilgan balansni ko'chirib o'tishimiz kerak. Mana 24-yil topshirilgan balans, mana 2024 Elite Tax, mana ikkinchi listaga o'tsam, ikkinchi listada mana 24-yil uchun ostatkalarni beryapti. Shu ostatkalarni biz 1Sga ko'chirib chiqsak, keyin bu yilga davom ettirib ketaveramiz. Xuddi shunaqa tartibda oldin ishlagan firmalarni olsanglar, ostatkalarni, ya'ni qoldiqlarni bu yoqqa ko'chirib o'tishinglar kerak. Bu yil to'g'ri ulanishi uchun. Xo'p, boshlaymiz demak. Qaranglar, mana xaridorlar bilan buyurtmachilar, ya'ni 40-shot bu balans. Balansni mana biz aytyapmizki 52 million. Mana debitorkam qolyapti, ya'ni menga klientlarim qarz qolyapti 52 million. Xo'p, endi bu yerda umumiy spiska yo'qda, kim endi kimdan qarz? Buning uchun biza mana bunaqa men sizlarga hozir gruppaga tashlab beraman. Mana bunaqa misol uchun 40 63 67 da mana bu yerda mana bu 40 edi. Mana 40-shot. Ochamiz-da. Mana 52 million. Ya'ni bizga detalniy informatsiya kerak. 52 million qaysi firmani qarzi? Mana biz bilsak, Prometdan 15 million 290, потом KCCdan, потом Asr Tescordan, Woodlinedan mana bizda qarzdorliklar qolib ketgan ekan. Jami 52 million 75. Boyagi balansda ham xuddi shunaqa edi. Mana 52 075. Balansda o'lchov birligi 1000 so'mda, ya'ni orqadagi 3 ta nolini olib tashladi. O'shaning uchun hayron bo'lmanglar, nimaga 52 075 degani 52 075 plus orqasida yana 3 ta noli bor degani, 3 ta soni bor, ya'ni qanaqadir degani. Xo'p, boshlaymiz qilishni. Bu ishni biz qilishimiz uchun 1Sga kirib olamiz. Mana bu yerda bo'yi. Tak, 1Sga kirganimizda mana qaranglar, hozir menda ostatka yo'q. Пока yopmayman, shunda turadi. Hozir bu yoqqa ko'chirganimizdan keyin tekshiramiz. Qaranglar, qayerga kiramiz? Operatsiya, mana operatsiya, потом помощник, ввод остатков. Buni boshqa firmani qilganingizda ham hali kerak bo'ladi. Shuning uchun butini yozib olinglar. Помощник, ввод operatsiya, mana bu joyga kirib keldik. Biz sizlar bilan o'tgan darsda mana bu выпискаlarni kirgizganimizda mana bu yerda mana nimadirlarni qisman kirgizdik. Qaniydi? Mana shotini kirgizdik. 51-shotni 526 ming. Mana bu yerda ham mana 526, mana 526 0 ko'rasizlarmi? 51-shotda mana. Biz buni выписка qilayotganimizda qilib yubordik. Mana o'sha turibdi bizda. Voy. Так. Mana 526 183 bu yerda округленный turibdi. 526 10 ko'rdik-a? Вот. Endi nima demoqchiman bu gapim bilan? Agar siz endi kirgizayotgan bo'lsangiz, mana bu data вот остатка biz darsda qiluvdik, esinglarda qoldimi yo'qmi? Обязательно qaysi data qo'yib yuborishingiz kerak. Misol uchun 31-dekabr 24-yil demak, установить deb qo'yib yuborishingiz kerak. Bu qilingani uchun men bu yerga tegmayman. Sizlar boshqa firmanikini kirgizayotganda обязательно kirib datasini, ya'ni o'tgan yili datasini qo'yib yubormasanglar olmaydi. Tak, endi boshlaymiz. Biz nimadan boshlaymiz? Bu yerda birinchi mana bizda ostatka 40-shot ekan, 52 million. Demak, o'tamiz. 40-shotni topamiz. Mana bu shotlar rejasi tushamiz-da, 40-shotni topamiz. Tak. 40. Mana 40. 40 topdik. Ichiga kiramiz. Sozdать deymiz. Xohlasanglar подразделение qo'yinglar. В общем-то qo'yinglar, odatlaninglar. Boshlaymiz. 40 например-da. Bizda debitor, ya'ni ular bizga qarz qo'yib ketishgan. Xo'p, qaysi firmalar ekan? Men tashlaganman bu Excelda. Ko'rasizlar, mana Promet ekanda. Prometni biz bu yil kirgizmadik. O'shaning uchun buni olamiz-da. O'tamiz. Mana bu yerda spiskaga mana показать все deymiz. Покупатели papkasini qidiramiz. Покупателida yo'q, Promet bor ekan, uzr, mana bor ekan. Demak, bor bo'lsa ikkinchi marta yozish shart emas. O'sha borini tanlab olasiz. Договор номер 10 1-fevraldan ko'ramiz Excelimizda shunaqami? Договор номер 10, ya'ni bu mana 24-yilni danniylari ko'ryapmiz. Shu 15 million 290 ming Prometdan qarz qolgan ekan. Demak, yozamiz summaga 15 million 290. Вот, bu ketdi. Endi keyingisi spiskada kim edi?
15.360 KCC'da o'tamiz. Kiramiz. Опять 40 deymiz. Bu yerda KCC'ni ham yozgan edik. Biz уже выписка kirgizganimizda, demak, ikkinchi marta yozib qo'ymaymiz. Mana KCC'ni tanladik. Summasi necha pul edi? Tak. 15.360 demak o'tamiz. 15.360 yozamiz. Bo'ldi. Keyingisini ko'ramiz. Kim ekan? Tak, International, Jar International. Okey. Kiramiz. Hop. Jarni manimcha точно yo'q edi. Kopировать deymiz. O'tamiz. Так, 40-10. И mana bu yerga kiramizda, mana покупатели papkasida ko'ramiz. Jar International bu yerda yo'q. Demak, создать deymiz. И вставить deymiz. Mana jarni yozib yubordik. Xo'p, bo'ldi. Записать dedik. Mana Jar Internationalni tanladik. Договорni kiramiz. Создать deymiz. И договорga qarab olamiz. 9-dogovor 3-yanvar bilan. Okey. 9/03/01/2024 или 23 edi-da. 24 ekan. Okey. Bo'ldi mana. Записать dedik. Tanladik. И jarni summasi qancha? 15.425 o'tamiz. 15.425. Tak, дальше yuramiz. Дальше kim ekan? 5 million. Asr tezkor. Asr tezkor ham manimcha точно yo'q. Demak, o'tamiz. Добавить deymiz. Kiramiz. Покупатели. И mana asr tezkor. Bu yerda yo'q. Demak, создать qilamiz yo'q bo'lgani uchun. Вставить dedik. И tanladik. Doговорni ham kiramiz. Создать deymiz. Doговорni ko'rib olamiz. 5-dogovor 21-dekabr 23-yil. 5-dogovor 21-dekabr 23-yil. Okey. Bo'ldi. Tanladik. Summamiz 5 million edi. Tak, keyingisi 1 million Woodline qoldi. Okey, o'tamiz. Добавить deymiz, 40 deymiz. Woodline уже bor spiskada. Demak, kiramizda Woodline topamiz. Mana Woodline. И summasini yozamiz. Bo'ldi mana. 52.075 bo'ldi. Ko'ryapmiz itog'ini. Bizning balansimizligi bo'yiga mana 52.075 ga chiqdi. Bo'ldi. Провести закрыть qildik. Biz 40-shotni hal qildik sizlar bilan. Orqaga qaytamiz-da, mana endi dальше yuramiz. Dальше kim ekan? Dальше qaranglar, 43-shot ekan. Bu yerda tak, demak, qancha остатка qolgan. Buni ham nimasi bor? Maslahat tashlab beraman. Mana bu yerda 43-nimada Excelda qidiringlar. Mana ichiga ochamiz-da. Hozir ko'ramiz kim ekan. 5600 so'm. Dedox ekan. Dedoxga 5600 предоплатamiz bor ekan. Oldindan to'lovimiz, demak, ko'pay olamiz. O'tamiz. Tak, 43-shotga kiramiz. Mana 43. Добавить deymiz. Подразделение. Добавить. Счет 4310. Qo'ydik. Kiramiz. Endi bu yerda поставщики edi. Mana Dedox stage bor ekan. Tanladik. И summasini yozamiz. Qancha edi summamiz? Tak. Bu kerak emas уже bizga. Mana shuni o'chirib tashlab 40-shot уже qilib oldik. Tak, 5600 Dedoxga ommaviy oferta. Okey. O'tamiz. 5600 so'm предоплатamiz bor. 5600 so'm bo'lgani uchun mana bu yerda 5.6, ya'ni orqadagi uchtasi yozilmagan. Xo'p. 44-shotida предоплатamiz 0.30 so'm ekan. Okey, 0.30 so'm bu 44-shotlarni sal bilish qiyin olmasligicha, uning uchun print screen tashlab beraman. Ya'ni bu mana bu baza, o'zi Elite 24-yilgi bazasi. Mana bu yerda kimligi, bu naloglarni oldindan to'lovi. Mana bu yerdan ko'ra olamiz. Bu NDFL, dividend и проценты ekan. O'shandan oldindan to'lovimiz bor ekan. Demak, o'tamiz. Bu bo'ldi. Yopamiz buni. Так, подожди. Bu yerdan qaytaylik. Отмена. Uzr. Провести закрыть deyishim kerak edi.
Ay, tak, hop, 44-chi счет, 44-chi счетga keldik. Tak, 44da bizada предоплата mana deydi, ko'ryapmiz. Avansi NDFL, dividend и проценты. Bizada bazamizda ham xuddi shunaqa edi. Mana avansi и проценты-da. Okey, kiramiz. Создадимыз. Так, подразделение, добавить. И 44, 22 mana topdik. Tanlaymiz. Налоги и взносы. Прочие налоги, сборы. Ну, в принципе, так. И 306 so'm. Qancha edi? Bu ham yetadi. 306, 56 tiyin. Просто buni tiyinigacha yozmasanglar balansinglar chiqmaydi. Balansda har bitta nima yozilishi kerak. Провести, закрыть. Okey, mana bu ham o'tirdi. Endi dальше yuramiz. 306 so'm ketdi bu. 46-chi счет. 46-chi счет учредительli qarzida mana 9 million 900 qolgan deyapti. No biz sizlar bilan mashina mana 10 million qilib qo'yuvdik. Bularni ustav e'lon qilindi deganimizda 10 million qilib qo'yuvdik. Atak учредительli qarzi 9 million 990 ming ekan. Biz shuni to'g'rilashimiz kerak balans yurishi uchun. Tak, создать deymiz. Mana shu sal hozir не то ketishi mumkin. 10 ko'payib ketishi mumkin. To'g'rilaymiz hozir. Tak, Zohidova 9 million 900. 9 million, tak, qancha edi? 9 million 990 edi. 9 million 900, tak, 90. Вот так вот. Hozir bizda ko'payib ketadi bu. 9 million 990. Okey. Так, все, ketdi bu ham. Bo'ldi, провести deymiz. Mana 19 million bo'lib ketdi, ko'rdingmi? Потому что biz 10 millionni kirgizib qo'yganmiz. Uni hozir uni to'g'rilashimiz kerak ekan. Xo'p, dальше yuramiz. Dальше mana 526 ming biz уже buni kirgizganmiz. Mana 526 ming расчетный счетnikini kirgizganmiz. Biz выписка kirgizganda, так что unga tegmaymiz уже. Bo'ldi, biz aktivlarni yig'ib bo'ldik. Endi passivlarga o'tamiz. Mana ustav kapital 10 million deyilyapti. O'tamiz. Уставной капитал. 83-chi счет bu. Tushamiz. Так, уставной капитал. Mana bu yerda 10 million deb yozilgan. Buni biz nariyondan qilganmiz. В принципе, bu уже o'tiribdi. Bunga вообще tegmasak ham bo'ladi. Нет. Mana 10 million o'tiribdi, ko'ryapmiz. Biz ikkita bo'lib qoladi bu ham. Так. Lekin buni biz o'chiramiz вообще to'xtanglar, qilinglar. Buni hozir to'g'rilaymiz boshqacharoq qilib. Qaranglar, 83-chi счетga kirdim. Создать qildim, добавить qildim. Buni hozir to'g'rilaymiz bitta joyini. Hozir bizlarda bu 83 30. Zohidova и 10 million. Все. Провести dedik. Так, 20 million bo'lib qoldi, ko'rasizmi? O'zi 20 million emas, o'zi 10 million. O'zi bizning balansimizni to'g'rilashimiz kerak. Tak, 30 million bu dohod, foyda, ya'ni firmaning foydasi 30 million bilan tugagan. Mana bitta ham mana ko'rsak bo'ladi. 30 million 410 401 ekan. Mana 87-chi счет. Хорошо, o'tamiz 87-chi счетga. Mana kiramiz. Создать. Bu boyaga anaqa chiqyapti. Ustav fondiki chiqyapti, xavotir olmanglar. Создать deymiz. 87 10 qo'yamiz endi bu yerga. И так, остаток по кредиту 30 million 410 401 65. 410 401 65 tiyin. Foyda bilan chiqqan firma. Так. Bo'ldi. Провести, закрыть dedik. Xo'p, yana nima qoldi bizda? Tak, bular ketdi. Endi mana 14 million mol yetkazib beruvchilarga qarzimiz, ya'ni 60-chi счет mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kiramizda endi bu yerdan tak 60-chi счетga o'tamiz. Tepaga chiqamiz. 60 tepada. Ketib qoldim. Mana 60.
Mana 60 kiramiz. Создать deymiz. Подразделение deymiz. Добавить и 60 10 deymiz. Tak. Endi bu qarz kim ekan? Buni ham mana bitta men Excelga tashlab berganman. Mana 60-счет вот ko'ryapmiz mana. 60-счет ichiga kiramiz. Ichiga kirib qaraymiz. Kimda qarzimiz qolgan? Mana 14 million Arenda Hojiyeva E'zozida 14 million 39 so'm mana xuddi balansda yozilgandek qolgan qarzimiz. Ya'ni biz bu yerda именно kimnikiligini bilmaymiz. Shuning uchun Excelga qarayapmiz. O'tamiz. E'zozi bo'lishi kerak, chunki biz to'laganmiz. Kiramiz. Mana Hojiyeva E'zozi topdik. И summasini yozamiz. 14 million 039 shunaqamidi? Tak, Excelimizni qayerda edi? 14 039 da shunaqa ekan. Qaytamiz. 0 bilan qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi, провести dedik. Mana Ezo bu ham ketdi. 60imizni ham hal qildik. Dальше yuramiz. Xo'p, dальше bizada 520 ming bu 63-счет bor ekan. Predoplata bizga qaysidir firma predoplata bergan. Demak, buni ham o'tamizda. Mana 63-счет Excelda ochamiz. Tak, и bu yerda ko'ramiz. Mana 520 ming Fonaton bergan ekan. Demak, kopировать qilamiz, o'tamiz. И 63-счетni topamiz. Mana 63. Создать dedim. Tak. Добавить. Ya'ni bu 63 men klientdan pul olganman. Hali xizmatini qilib bermadim. Men uslugasini ko'rsatmadim degani. Fonatonni qidiramiz. Mana bor Fonaton. Tanlaymiz. И yozamiz 520 ming edi-da. Mana bu yerda bor edi. Ya'ni Excelga qarab ishlaydi. Mana Fonaton 520 ming qarzi. Okey, ketdi bu ham. Провести закрыть dedik. Xo'p, keyingisi nima edi bizada? Balansga qaytamiz. 3 million bu 64-счет налогlar. Kстати, налогlarni ham biza Excelga yuklayolmaymiz. Buni yo налоговый лицевой kartochkasi bo'yicha, chunki bu yerda NDFL ham NDS ham birga o'tiradi. Лицевой kartochkaga qarashingiz kerak. No, men sizlarga налогlar uchun mana print screen qilib beraman. Mana aynan nima налогlar ko'rasizlar. Mana 64 ichida bizada o'tiribdi. Mana oylikdan ham налогdan qarzlar, aylanmadan ham qarz bor ekan. Endi aniq arendani qarzi bor ekan. 3 million 29 ming. Bu yerda ham mana 3 million 29 ming. Ya'ni 3 xil налог o'tiribdi. O'shaning uchun buni bilishingiz uchun agar sizda informatsiya bo'lmasa, unda налоговый лицевой kartochkasi bo'yicha qarashingiz kerak bo'ladi. 64-счетga mana kiramiz. Создать deymiz. И mana boshlaymiz. Tak, biza men sizlarga bu nimaga Excel tashlab beraman. Mana men bu misol uchun 64 21da 241 ming bu ishchilarnikida. O'tamiz. 64 21. Mana оплата труда, ya'ni ishchilarning qarzi. Ну, прочие налоги. Так, 241 ming. Ровно nimada? 241 135 92 tiyin ровно emas ekan. 241 135 241 135 nechidir edi? 92 tiyin. 92 tiyin. Так, все. Keyingisi yana добавить qilamiz. Tak, mana bu yerda qarang. 64 30 bu aylanma soliqdan qarz. Demak, o'tamiz. 64 30 deymiz. Tak, и yozamiz. Qancha edi? 970 580 62 tiyin. 970 580 62 tiyin. Bo'ldi. Keyingisini o'tamiz. Mana bu yerda mana прочие налоги bu boyagi arendatorlar налоги 1 million 818 da o'tamiz. Так, kстати, bu qaysi счетda o'tiribdi? 64 90 da o'tiribdi. Demak, o'tamiz. Добавить deymiz. 64 90. Tak, 1 million 818 ming. Esingizda bo'lsa, vipiskada yanvarda to'laganmiz shu налогni. Tak, qayerda edi? Mana 1 million 818 ming. Bo'ldi, biza 64 hal qildik. Mana 3 million 29 ming chiqdi pastda itog'ini ko'rsanglar.
Bizani balansimizdagi summa chiqdi. Xo'p, 65-chi счет endi. 65-chi счетga тоже qaytamiz. Bu ham Mamitdan tashlab beraman sizlarga. Bu yerda ham nimalar o'tiribdi? Mana qarang. YSP o'tiribdi и INPS o'tiribdi-da. Demak, 65-21 o'tamiz. Buni yopamizda. Tak, провести закрыть qilinglar. O'shanda yopiladi. Tak, 65 ga tushamiz. Tak, создать deymiz. И yozamiz. Tak, 65, 20-yu 65 bizda nechinchi счетda turadi bu? 20-yu 1. Demak, 20-yu bu yerda 20-yu 1 yo'q ekanmi? 65 da 20-yu 1 yo'q ekan. No, biza mana 65 10 da единый социальный налог o'tiribdi. Ko'ryapmizmi? Может, men Mamitni ham adashtiryapman. Yo'q, mana bu yerda ko'ryapsizmi? Bu boshqa отдельностьda, mana boshqa baza. Bundan eski bazada 65 20-yu 1 da настройка qilingan, lekin bizani налогimiz mana социальный налог 65-u 10 da настройка qilingan. Так что 10 ga qo'yaverasizlar, настройкаларga qaraysizlar. Tak, summamiz necha bo'ladi? Summamiz 242 741. 242 741 92 tiyin. 242 741 92 tiyin. Shunaqamidi? 242 741 92 tiyin. Okey, дальше yuramiz. Дальше bizada mana 2030 so'm INPS 65-30. Tak, Mamitga 65-30 deymiz. 2030 so'm. Shunaqa edi. Da. Bo'ldi mana 244 771 balansimizda 244 mana округленный turibdi. Xo'p, oxirgisi qoldi mana 67-chi счет bu oylik, oylikni spiskasi, ya'ni kim bu yerda qarzdor qaysi ishchiniki bu bilmaymiz. Buni ham men sizlarga tashlab beraman. Excelda bor. Mana 67-chi счет. Kiramizda. Tak. Mana kimlar? Mana Israilova, Suyunov bizda yangi bor edi mana hozir yo'qlar, lekin mana qarzdorlar 4 353. O'tamiz. Buni ham tak провести закрыть qildim, yopdim. Endi 67-chi счетga tushaman mana. Tushdim, создать. Tak, добавить deyman и 67-10, ya'ni счетlarni qo'yaveramiz. Сотрудник, qaysi сотрудник deyapti? Misol uchun Israilovadan boshlasak. Ну-ка, spiskani ko'ramiz. Da, Israilova. Tak, necha pul qarzdorlar turibdi? 1 600 so'mda. Okey, o'tamiz. 1 600. Tak. Keyingisi добавить опять 67. Kiramiz. Kadyrova, например, da. Kadyrovaga necha pul qarzimizni ko'ramiz. Tak, 1 27. Bunda ko'p yozsam. Kopировать. O'tamiz. Вставить qilamiz. Ну-ка, все, oldi. Так, keyingisi, voy. Tak, keyingisi Suyunov. Biz buni kirgizmadik, yangi boyi kirgizib olishimiz kerak. Chunki bu bizda уже dekabrda bo'shagan. Kopировать deymiz, o'tamiz. Добавить deymiz, 67-10. Endi bizda yo'q u nimasi. Создать deymizda, Mamitga вставить deymiz. Ya'ni Suyunov kirgizib olishimiz kerak. Нет, это другой человек deymiz, записать deymiz. Voy, tushmadi. Tak, tushadi. Bundoq qilsak, mana tushadi. Mana elitdan galochkani olib qo'ysanglar, mana tushadi. Tak, kiramiz и oyligini yozamiz. Tak, kopировать deymiz, o'tamiz и вставить deymiz. Bo'ldi. И oxirgisi, voy. Tak, Zohidova 510 400 ekan, olamiz. O'tamiz. Tak, добавить 67. Zohidova bor, demak tanlaymiz. И вставить deymiz.
Так, mana bu yerda messenjni yozgin deyapti, yozmasak bermayman deyapti. Ну хорошо, mana 31/12/2024. 31/12/2024 и bu yerda ham 31/12/2024. Bo'ldi. Mana 4.353.200 balansimizda ham shunaqamidi? 4.353.200 to'ppa-to'g'ri mana bizga chiqdi. Провести закрыть. Bo'ldi. Вроде biza balansimizni aniq bo'ldik. Endi qaranglar, mana balansimizni aniq bo'lganimizdan keyin jami mana bu yerdagi itogovoy bizani mana 62.597 balans passiv bo'yicha hamda aktiv bo'yicha to'g'ri kelgan bo'lishi kerak. Bo'lmasam bizada hozir 00 shotlar paydo bo'ladi. Keyin ko'pincha ish misolan olayotganda oldi berdi qarang, yangi misol eski firmani buxgalteriyasini olayotganda qanaqa hujjatlar so'raydi deyishadi-da. Birinchi o'rinda sizlar mana bularni so'rashinglar kerak. Mana misol uchun balans so'raysizlar. Balansdagi ostatka bo'yicha mana 43-shot, ya'ni bergan avanslarimiz spiskasi 63, 67, 60, misol uchun 63. Keyin misol uchun bu firmada anaqa yo'q, misol uchun tovar, materiallar yo'q. Spiskasi misol uchun o'sha TNZlarni spiskasini so'rashinglar kerak. Ya'ni полный расшифровкасini so'rashinglar kerak bo'ladi. Так, bo'ldi, men kirgizib bo'ldim. Boyagi joyda mana обновить qilsam, hozir menda nima chiqdi? Tekshiramiz. Bundoq qilamiz-da. Mana bu yerda ham 25 qilib ochib olaman. Sformirovать deyman. Mana ostatka endi chiqdi. Ko'ryapmiz. Tak, 00 shotlarim yopilibdi, demak meni balansim yopilgan bo'lyapti. Xo'p, faqat bizada balans bo'yicha boyagi 46 shotimiz noto'g'ri ketdi. Qanday 46miz? 19.990 bo'lib qoldi. No, o'zi 10 million edi. Bizada shunisi ko'payib ketdi. Atak, agar sizlarda hammasi to'g'ri kelmasa, qani nimadirlar noto'g'ri qilgan bo'lsangiz, mana bu yerda 00 shot paydo bo'ladi-da. 00 shot, u просто вспомогательный yopilishi kerak. Bizada mana qolmadi, tak как biza o'sha 10 millionni bu yoqda yozgan bo'lsak, 83 ga ham o'sha 10 million mana 20 million bo'lib o'tirdi. Ya'ni bir-birini qoplavordi. Mana 40-shotimiz, mana naloglardan qarzimiz, mana учредительlar qarzi. Tak, mana bu yerda 51-shot. Boyagi mana hozir sizlarda mana ostatkalar chiqdi. Mol yetkazib beruvchilarga qarzlarimizni, xaridorlarga qarzlarimizni, naloglarimizni, oyliklarimizni, mana xullas hammasini kirgizib chiqdik. Xuddi shu tariqa sizlar ham kirgizib to'g'rilab chiqinglar. Tak, menda sizlarniki bilan farqida 16 million bor. Ana nimadirlar, mebellar yo'q. Tak, yo'q. Bundoq qilaylik. Dekabr qilaylik. Tak, 46-shot. Da, mana qizarish kerak edi deyman. Mana 46, 55 million 130. Tak, hammasi mana xuddi shunaqa. Sizlarni 129 million 500 lik asosiy vositalar bo'lishi kerak. Undan 16 million 800 mebel, 112 million 700 mashina. Mana общий 129 500. Xo'p, materiallarimiz 75 million 100 lik. Inventarlarimiz to'g'rirog'i. Mol xaridorlarga qarzlarimiz 50, xaridorlarni bizaga qarzi 52 million. Nalog unaqalarga avans bergan avanslarimiz mol yetkazib beruvchilarga 24 million. Учредителlar biza lishniy berib yuborgani 55 130. Xo'p, расчетный счетda ostatka 4749. Mol yetkazib beruvchilarga qarzimiz 143 539. Xaridorlardan avansimiz 63 и predoplatalarimiz o'tiribdi. Mana bunaqa qizarib, buni hali tugatishimiz kerak. Bu yerda hali chala ishlarimiz ko'p. Xo'p, oylik hisoblandi faqat yanvarga 10 million 478. Bu premium bilan mana hisoblasanglar to'g'ri chiqadi. Потом оплата и mana hozir 3 million oyligiga qarzdorligimiz deymiz.
69 счёtlarimiz. Bu man kecha video oldim. Haligi premiyalar, nimalar qo'shilganligi. Mana aliment, mana kontrakt. Shuning uchun oyligim ham 10 million bo'lib qoldi. Kecha syomkada man o'sha oylikka qo'shimchalarni videosini olganim uchun manda bular chiqib keldi. Xullas shu o'rtoqlar, mana kirgizinglar, tekshiringlar, to'g'ri olib borishga harakat to'g'ri olib boringlar. Tak, bo'ldi.